Leksimizni davomlashtiramiz, hurmatli vatandoshim. Sizlarning zerikishinglar uchun tayyorlab kelgan mavzular tuvandikcha. Bugungi 26-kuni. Birinchi, Jungoning qabohatlik tushi boshlandi. Beijing zavolga yuzlandi. Abduri Apollo axborottori. Ikkinchi, Amerikaning Beijing turistlik bosh elchixonasining atrofida portlash yuz berdi. Xi Jinpingga qaratildimi bu ish? Abduri Mingjinxopay. Üçüncü, peshqadamlarning Xi Jinpingni qistoqqa elishining ichki siri. Abduri Jungoni kuzatuvchi. To'rtinchi, eng xatarlik o'yin. Jungo xalq pulining qimmatini tushirsa, Prezident Trump g'azablanadi. Pul urushi ko'pchilik Abduri Jungoni kuzatuvchi. Beshinchi, O'rdada besimga duch keldi. Xi Jinping yanada ching turibotidi. Lekin tuvan qatlamda har zaman parchilanish yuz berdi. Bu haqiqiy ofatdir. Jungoni kuzatuvchi. Oltinchi, satchilik texmi zo'raydi. Satchilik texmi zo'raydi. Changshin yolg'on vaksina chet elga eksport qilingan ekan. Ko'pchilik Apollo axborottori. 7. Xi Jinping 7. ayning 26-kuni yangi film Jungo Kompartiyasining ichki qismida cho'ngchataq chiqdi. Bütün xalq Xi Jinpingdan norozi bo'ldi. Abduri Xi Jinping yangi film. 8. Xi Jinping 7. ayning 26-kuni davlatning har qaysi joylarida fuqarolar Kompartiya taxtdan tushsin dedi. Abduri Xi Jinping yangi film. Mana Xi Jinping yangi film deydigan motor betida bir kompaniya, gruppa paydo bo'ldi. Ya'ni Abdullahga o'zi film ishlayotdi bir gruppa odamlar. Shuningga Xi Jinping yangi film deb ism qo'yibdi. Shunga bu yerda bu Abduri Xi Jinping yangi film degan Xi Jinping o'zi qo'yib bergan emas, chet eldagi odamlarning qilayotgan ish. 9. Xi Jinping 7. ayning 25-kuni vaksina yolg'onchiligini butun xalqimiz g'azablantirdi. Abduri Xi Jinping yangi film. 10. Iqlim masalalari suhbati. 7. ayning 25-kuni mavzu. Yolg'on vaksina, savdo urushi, partiya ichki qismida bo'linish. Amerika ovozi Xitoy tili programmasi. Abduri Amerika ovozi Xitoy tili programmasi. Iqlim masalalari. Yolg'on vaksina, savdo urushi, partiya ichida bo'linish. Xi Jinping dal hozir bir maydon krizisga duch keldi. Abduri Amerika ovozi Xitoy tili programmasi. 12. Amerika Tayvan birlashib manevr qilishga ilhom berdi. Abduri Mingjinxopay. Kissinger Rossiya bilan birlashib Jungoni tizginlash strategiyasi o'ttirib qo'ydi. Dal Prezident Trump qabul qildi. Abduri Mingjinxopay. Mavzuni yana bir o'qib o'tay vatandoshim. Kissinger 13. Kissinger Rossiya bilan birlashib Jungoni tizginlash strategiyasi o'ttirib qo'ydi. Dal Prezident Trump qabul qildi. Abduri Mingjinxopay. 14. Xi Jinpingni og'dirish fitna fasadlari shiddatlashmoqda. Yolg'on vaksina satchiligi portlash belgisi bo'lib qoldi. Abduri Mingjinxopay. 15. Yolg'on vaksina olam shumol ziyon soldi. Orqada kuchlar pash bo'ldi. Amerika Jungo savdo urushi dal hozir pul urushiga aylandi. Abduri Mingjinxopay. Mava torbetlarda aktiv faaliyetçi Mingjinxopay degan juma.
16. Yalğan vaksina buran çapkın kozgudu. Jungo pralarının səvri taqıtı toştu mu? Apturi çayna haberleri. Çin pokun. Enlikte muşu partlatış vakası başta sözüldük. Perşembe günü çüştü Beijing'de Amerika elçixanasının etrafında partlatış vakası yüz berdiydi. Şunun nispeten inkaslardan bir mandak bir haber, bir nefer ayal, bir top muhbirga, baş elçixana etrafında partlaş yüz bergende, körgellerini sözlep berivatqanda, saqçılar bu ayalni maşiniga selep elip ketdi. Endi inkaslar. Birinci. Afetni derhal Amerikaga döngep koyunlar. Ondan bütün memlekette Amerika karıştırış dolqunu qozğanlar. Bu kinoya aralashgan inkasken. İnkas ikinci. Amerika kaçan armiya elip keldi. Men yol başlayman. İnkas üçüncü. Enekki kompartiya özü yezip, özü oynagan tiyatr. İnkas üçüncü, dördüncü. Beşmoçellik partiya azaları oynagan bir meydan setçilik. Bugünkü leksiyalarımız da anlığa vatandaşlar sizlerge rahmet. Vaziyet mana müşahidin. Şu sözlüğe yagice.